Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Lime Academic marketing saytidan qanday qilib pul topish mumkinligini o'rganamiz. Birinchi akkauntga kirib olamiz. Agar siz hali yangi bo'lsangiz, bundan oldingi videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Bunda qanday ro'yxatdan o'tish videolarini qo'ygandik. Lime Academic marketing saytida biz pul ishlashimiz uchun 12 ta tarif bor. Biz o'sha 12 ta tarifdan Ulime tarifida ishlayapmiz. Ulime tarifida ham 11 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Ulime tarifini sotib olish uchun $10 bilan aktivlashtiriladi akkauntingiz. Tarifga o'tganingizdan so'ng bosqichdan bosqichga ko'tarilishingiz uchun hamkor taklif qilishingizga to'g'ri keladi. Har bitta bosqichdan o'tish uchun 10 ta odam taklif qilish kerak. Birinchi bosqichda 3 ta odam bilan $9 olasiz. Ikkinchi, uchinchi bosqichlarda 6 ta odam bilan bosqichdan bosqichga ko'tarilib daromad olishni boshlaysiz. 11-bosqichda esa $20,000 pul beriladi. Mana bu Ulime tarifimiz va boshqa tariflar. Bularga kirish sal qimmatroq, o'shaning uchun biz eng pastidan boshlaganmiz. Mana tepada bonus dasturiga o'tsak, qancha odam taklif qilganingiz, kim taklif qilganlar chiqib turadi. Bu yerda Bitline Ulime qilib olamiz. Mana hamkorlaringiz mana shu pastdagi mana shu sheriklarim degan joyga, erkin joyga tushib turish kerak. O'shanda siz sheriklar qo'shilgan bo'ladi. Keyin sizga pul berishni boshlaydi. Birinchi bosqichda 9, ikkinchi bosqichda 5, uchinchi bosqichda 54, shunday qilib 11-bosqichda $20,000 pul beriladi. Hamkor taklif qilish uchun tepadagi hamkorlik havolasini nusxalab olsak bo'ldi. Bugungi videomiz tugadi. Ertaga qanday pul yechib olish mumkinligini o'rgataman.